Obunachilar 17 million so'm qilishyapti ekan mana shu molda. 20 million so'm kami bor deyishyapti. Xohlasa zo'r narsa ekan jonivar, chiroyli. Ko'chat. Joning sog' bo'lgin. Videoni o'tkazmasdan xorijiga ko'rsam, xudo xolasa akamizni telefon nomerlarini qo'yib ketganmiz. Chiroyli qilib savdoni qilaverasizlar. 17 million so'mga berishmayapti. 20 million so'm kami bor deyishyapti. Molimizni tavsiya qilaman, zo'rdan zo'ri. Assalomu alaykum, Vodiyuz kanalining ashaddiy obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan qadri baland, qadrli akalar, ukalar, hojata, hojonalar. Xo'p, obunachilar, xudo xolasa bugungi kun erta tong barchamizga fayzli va barakotli bo'lsin. Inshaalloh bugun haftaning yakshanba kuni 12-iyul 2026-yil. Obunachilar, biz bugun Namangan viloyati Chust mol bozoriga yetib kelganmiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa bu yerda sotilgan mollarda, qaytgan mollarda, baraka bo'lgan mollarda chiroyli qilib narx-navosini yoritib berishga harakat qilamiz. Kanalimizdan mehmonlar obuna bo'lib qo'yinglar, inshaalloh biz yuklab borayotgan videolarimizni eng birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar. Hop, yana bir eslatma, obunachilar bilganlar biladi, bilmaganlarga. Bu kanalda bir akaxonimiz yurtardilar. Endi video qo'ymasdan qo'ymay yurganlar. Inshaalloh u akamizdan biz oldik bu Vodiyuz kanalini. Nomini o'zimiz o'zgartirib Vodiyuz qildik. Xudo xolasa bu kanalga endi bundan buyog'iga biz video yuklab boramiz. Xudo xolasa manfaatli video rolik yuklab borib, xudo xolasa sizlarga xizmat qilishga harakat qilamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab akalar maksimalni podpishkani aytmay tursalaring. Obunachilar, xudo xolasa biz video roligimizni boshladik. Qo'llab-quvvatlab turishda davom etasizlar. Hop, mana shu qo'chamiz adashmasam savdo bo'lyapti. Bo'ylari 95 plus 1 metrga yaqin. Xudo xolasa orqa boshi sifat sorti, oyoq qo'llari baquvvatligi yaxshi holatda turibdi. Jonivar. Joning sog' bo'lsin. Maza qilib boqadigan variant hozir egaladi. Yana bir qator so'rab surishtiramiz. Ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Aka, nechta pul savdo qilishdi buni? 17 million 200. 17 million 200 ming so'm savdo bo'lyapti degan jonivar. Molni sifati yaxshi ekan. Ha, 16 million 200, bunisi 17,5 mi? Bunisi 17,5 million savdo bo'lyapti. Savdo bo'lyapmi yo baraka bo'ldimi? Yo'q, savdo bo'lyapti. Ha, savdo bo'lyapti. Jonivar ko'rishlanib turibdi. 17 million 500 ming so'm, 16 million 200 ming so'm savdo bo'lib turibdi ekan, hozir berishmayapti. Molni baqaqalari ham zo'r ekan lekin. 6 oylik narsa ekan, obunachilar, xudo xolasa. Imkon boricha qo'limizdan kelgancha uzoqroqdan ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa ekranda katta ko'rinib qolmasin deb. Bo'ylari o'sha 1 metr atrofida, plus minus endi 1 sm aqabaqa bo'lishi mumkin. Bunisi akalar 1.5 shunaqa. 1.5 plus minusda jonivar. 17 million 500 ming so'mga berishmayapti bunisi. Bunisini 16 million 200 ming so'm. Savdosi bo'lib turibdi. Like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar akalar. Xudo xolasa yo'limizdan chiqqan molni savdosiga qiziqib, narx-navosini sizlar uchun yoritib berishga harakat qilamiz. Aka, nech pul deyapsiz buni? 15 million so'm kami, 15 million qildi. Ha, 15 million so'm savdo bo'libdi. Obunachilar 15 million so'mga bermabdilar. Bo'ylari 1.5 plus minusda. Mana. Xudo xolasa oyoq qo'llari, orqa boshi sifat chiroyli. Ko'rishlarni qilib turibdi jonivar. Joning sog' bo'lgin mana akalar. 15 million so'm savdo qilishyapti, berishmayapti ekan. Aka, qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Ayting. 95lik 95lik 152 3009 nomerlariga telefon qilasizlar. Akamizdan yana bir qator ma'lumotlarni olib, xudo xolasa chiroyli qilib savdoni bitiraverasizlar aka. Bozoringiz bersin aka. Aka, bu oqbosh nech pul deyapsiz? Bu aka, nech pul deyapsiz buni? Akalar, xudo xolasa 20 million so'm kami bor deyishyapti ekan. Oqboshimiz. Bo'ylari 1.5 plus minusda. Orqa boshi sifat sorti yaxshi holatda. Jonivor. 20 million so'm kami bor. Boshlarni ko'ring, jonivar qolib olgan. Yaxshi holat. Yaxshi narsa ekan. Bu nech pul bu? 15 million so'm kami bor akalar. Yoshroq, chiroyli, sifatlisidan so'ragan akalarimiz uchun. Savdo qilishdimi? Nech pul? 1 million
11 million so'm savdo qilishyapti. Oyoq qo'llari ham chiroyli, sifatli, yosh narsa ekan lekin. Jonivor. Bo'ylari akalar 85 plus. 85 plus 90 ga yetmagan. 85 plusda. Yur Jonivor, oldiroqqa yurchi. Jonivor juda qaysar mol ekan. 11 million so'm savdo qilishib berishmayapti. 11 million so'mga. Orqa boshlari ham yaxshi ekan, yelliligi, xudo xolasa. Hoji akam nomerini bilasanmi? Bilmaysanmi? Hop, 88 lik adashmasam, egalani taniyman. 88 lik 626 85 nomerlariga telefon qilsalaring, xudo xolasa egalari bilan bog'lanasizlar. Chiroyli qilib savdoni qilaverasizlar. Bravo. Jonivor. Yaxshi narsa ekan, chiroyli, sifatli. Navbatdagi buqalarimizni xudo xolasa ko'rsatishda davom etamiz. Aka, nech pul deyapsiz buni? 22 million so'm kami bor deyapti, Jonivor. Chiroyligini ko'ring buni. Joning sog', oyoq qo'llari ham baquvvatligi, sifat sorti idealida. Baliq narsa ekan, baliq. Ya'ni rosa o'sha sutga to'ygan variantidan. Aka, savdosi nech pulgacha chiqdi buni? Keldi aka. Eng baland. Hop, savdosi akalar 16 million 300 ming so'mgacha savdo bo'libdi. Lekin buzov zo'r ekan. Oyoq qo'llari ham polvonligini ko'ring. Juda chiroyli, yaxshi narsa ekan. Joning sog' bo'ling. Otga o'xshar ekan, otga. Bozoringizni bersin aka. Bola parodasidan ham bor ekan mana. Aka, buni nech pul deyapsiz? 15 kam bor ya. 15 million so'm kami bor deyapti. Navbatdagi buqamizda. To'g'risi bo'ylari 90-95 atrofida. Endi 1-2 sm balkim plusdir, balkim minusdir. Xom taxmin etib ketyapmiz. Tuyoqlari ham istagan tuyoq, xudo xolasa molimizni sifat sorti ideal. Savdosi nech pul oldi aka? 13. Savdosi 13 million. 500 ming. 13 million 500 ming so'mgacha savdosi bo'pti, berishmayapti akalar. Joning sog' bo'ling. Chiroyli, yaxshi narsa ekan. Aka, qiziq qilgan nomer qo'ya olamizmi? Sotaramiz bozorda, babra. Sotilmasa ketadi. Bo'ldi, bozoringizni bersin aka. Lekin yaxshi narsa ekan, nomer qo'yish xohlamadilar, sotaveraman dedilar. Sotmasam uyga olib ketaman dedilar, mayli. Bunisiga ham chidaveramiz. Mana bu yerda yana o'sha trenddagi arzonchi Azamjon. Azamjon nech puldan deyapsan bo'ladi? 13 taka. 13 million so'mdan kami bor. Mana akalar arzonroq variant, pul yengiroq variantidan. Pul yengiroq variantdan so'raganligim. Bo'ybasti nariga 15 million degan buqamiz bilan bo'ybasti bir xil. 13 million so'mdan kami bor deb qarasa, sifat o'rta orqa yaxshi. Bularda eba bunisini ozgina badani ochroq ekan. Lekin mana bunisi zo'r ekan. Ikkalasini ham xudo xolasa gibrid variantidan oq tumshuq, o'shali oq bosh deydimi? Xuddi shunday. Savdosi nech pul Azamjon? 11,5. Savdosi 11 million 500 ming so'mdan 23 million so'm savdo bo'libdi. Berilmabdi. Xudo xolasa qiziqqanlarga nomer qo'yib ketamiz. 50 884 65 10 nomerlariga telefon qilasizlar. Xudo xolasa Azamjon bilan bog'lanib chiroyli qilib savdoni qilaverasizlar akalar. Tavsiya qilaman, garantiyali bola, unaqaligi oldi qoshtisi yo'q. Hali sotib turib yo'qolib qoladigan bolalardan emas. Navbatdagi buqalarimizdan ko'rsatishda davom etamiz, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana bunday sifat sorti ideallaridan ham kelgan oq tumshuq, oq quloq variantidan. Molimizni bo'ybasidagilar 1.5 plyusda. Xudo xolasa adashmasam savdo bo'lib turibdi. Aka, shu savdo bo'lyaptimi? Nech pul savdo bo'lyapti? 19 million so'm savdo bo'lib turibdi degan janob. Chiroyli, yaxshi narsa ekan lekin. Voy jonivor. 19 million so'm. Berilmayapti 19 million so'mga. Berishmayapti 19 ga. Imkon boricha uzoqroqdan ko'rsatishga harakat qilyapman obunachilar. Videoda kamchilik xatolar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Qo'llab-quvvatlab turishda davom etib turasizlar.
Navbatdagi buqalarimizda Xudo xolasa ko'rsatishda davom etamiz. Oq tumshuq, oq quloq variantidan navbatdagi buqamiz yirikroqda. Bo'ylari 1.10 atrofida. Jonivar mana. Aka nech pul deyapsiz buni? 23. Savdosi nech pul oldi? 20 milyon 500 ming. 23 milyon so'm kami bor deyapti. Savdosi 20 milyon 500 ming so'mga berishmayapti ekan. Molda sifat sorti ideal. Aybi dalabot. Ozgina badani ochroq. Dalada yurgan narsa ekan. Lekin mol chinavering. Sifat sortiga umuman gapsiz bo'lishi mumkin emas. Oyoq qo'lini polvonligi ham zo'r ekan. Joning sog' bo'lgin. Bo'ylari o'sha aytib o'tilgandek, obunachilar 1.10 plus minusda. 1.10 minusda emas, 1.10 plusda bo'lish kerak mol. Menga kichkina narsa emas. Endi ekranda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Aka qiziqadigan nomer qo'yamizmi? Ayting. 88 lik 050 5972 nomerlariga telefon qilasizlar. Akam bilan bog'lanib, chiroyli qilib savdoni bitirishlaring mumkin. Oq quloq oqtim shu mana kavushlarni qilib turibdi janivar. Bozoringizni bersin aka. Navbatdagi buzoqlarimizdan ko'rsatishda davom etamiz. Xudo xolasa sifat sorti ideallaridan, polvonlaridan jonivorlar. Orqa boshlari Xudo xolasa kengligi zo'r, oyoq qo'llari ham polvon, baquvvat narsa ekan. Sifati ham yaxshi. Aka nech pul olyapsiz bularni? 17 qilyapti, 16 qilyapti, 15,5. Hop, 17 milyon, 16,5, 15 milyon, 16,5 savdo bo'lib turibdi ekan hozir. Xudo xolasa kimgadir ma'qul kelsa, hozir akamiz nomerlarini olishga harakat qilamiz. Mollarimizni bo'ybasti akalar mana bulardagi 1.5 plus 1.10 ga yaqin. Hop, mana bunisiniki akalar 1.10 plusda. Jonivor. Ingichka narsa emas, xudo xolasa boqsangiz arziydigan variantlaridan. Sifat sorti ideal, xudo xolasa. Hali orqasi ingichka, yo'qsa orqasi past narsalar emas. Mana bunday gibrid variantlari ham bor orasida. Molda uzunligiga ham alohida e'tibor berib ketasizlar. Ingichka, kalta-kulta narsa emas. Oyoq qo'llari ham yo'g'on, yaxshi narsa. Aka qiziqqanlarga nomer qo'yib ketalamizmi? Xudo xolasa kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa telefon qilsalaring. 93lik 673 8518 nomerlariga telefon qilasizlar. Akam bilan bog'lanib, inshaalloh chiroyli qilib savdoni bitirishlaring mumkin. Mollarimiz yaxshi, tavsiya qilaman. Chiroyli, sifatli, suyagi ham yo'g'on. Mana bu yerda yana bir chiroyli, sifatli buqamiz. Xudo xolasa buni ham. Aka nech pul deyapsiz buni? Molni o'zini olib qo'yasiz, siz o'zingiz olmayman. Molni o'z uchun olasiz. Assalomu alaykum. 18 million so'm kami bor deyapti. Akamiz o'zlari hijolat qildilar kameraga tushishga. Endi ko'pchilik to'g'risi gap hijolat qilib olmay qo'yaver deyapti. Lekin biz bezlarcha mollarni baribir videoga olyapmiz. Aka savdosi nech pul oldi buni? Hop, savdosi 16 million 300 ming so'm bo'libdi. Janivar yaxshi narsa ekan. Hali enani qonidan tushgan juni bilan turibdi, hali to'lamabdi. Endi harakatda ekan yelkasidan. Hop, bo'ylari akalar 1.5 plus minusda. Orqa ovoshi sifati yaxshi holatdagilar mol. Ozgina yalatib tursangiz bir oyda tulab chiroyli bo'lib qoladi, xolasa. Jonivor. 16 million 300 ming so'mga berishmabdi. Aka qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Sotaveramiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Bozoringizni bersin aka. Xudo xolasa sotaveraman deyaptilar. Alloh taolo bozorlarni bersin. Jonivor. Olachasi ham bor ekan. Olachasi savdo bo'lib turibdi. Tog'a nech pul savdo bo'lyapti bu? 12,5. Chiqardim buni, chiqardim. Assalomu alaykum. Chiqardim. Qadimga yetmadi bular. Ya sotallar. Qo'llarni ushlang sotallar. Hozirgi savdosi 12 million 500 ming so'm savdo qilishyapti. Tog'a o'zingiz nech pul deyapsiz buni? O'zingiz nech pul deyapsiz buni? 15 ming. 15 million. 15 million kami bor deyapti. Akalar pul yengilroq variantidan. Bo'ybasti, sifati chiroyli, aybi ozgina mehrtalab. Ozgina ariqroq ekan. Lekin molni
uzunligi ham juda uzun ekan, mana ko'ring. Kalta-kulta narsa emas, xudo xolasa orqa boshi ham yaxshi. Mana orqasini ham ko'rishlaring mumkin. Boqsangiz arziydiganidan, xudo xolasa. 12 million 500 ming so'mga berishmayapti. Kimgadir ma'qul kelsa, hozir tog'amda nomerlarni qo'yib ketamiz, telefon qilib, chiroyli qilib savdoni bitiraverasizlar ekan. Tog'a nomerni aytib ketalasizmi? Do'stimligini aytasizmi yo o'zingiznikinimi? Aytavering. 94lik 276 7167. Telefon qilasizlar ekan, xudo xolasa tog'am bilan chiroyli qilib savdoni bitiraverasizlar. Oldi uzunligi ham yaxshi. Bu shu aytib o'tilgandek, ozgina ariqroq ekan. Shu boshqa ayb nuqsonni men ko'rmayman molda. Xudo xolasa hozir mana bu yerda yana bir chiroyli buqamiz savdo bo'lib turibdi Qoravoydan. Aka, buni nech pul deyapsiz? 20 million. Jonivar, mana qarang. Yaltirashni qarang. Baliqqa o'xshab qolib, rosa o'sha sutga to'ygan variantidan molni yelkasi ham kengligi juda zo'r. O'ta keng narsa. Joning sog' bo'lgan. Savdosi nech pul bo'ldi aka? 15 millionga bermayapti savdosi bor. Xo'p, savdosi hozircha 15 million so'm savdo qilib turishdi ekan. Lekin mol ishonavering, o'ta ideal holatda ekan, qarang. Yaltirab turishini joning sog' bo'lgan. Orqa boshlari ham, polvonligi ham zo'r ekan lekin. Molni bahaqalari, kallasi ham juda chiroyli ekan, qarang. Shoxlari ham o'ziga yarashgan. Tuyoqlari istagan tuyoq. Endi nomerlarni beradilarmi, bermaydilarmi bilmayman, dehqon akamizdan. Aka, qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Sotaveramiz a? Bo'ldi, bozoringizni bersin. Moldagi haqiqatan juda chiroyli ekan, qarang. Navbatdagi buqalarimizga ko'rsatishda davom etamiz agar. Yana chiroyli variantda. Aka, nech pul deyapsiz buni? 20 million kam bor. 20 million so'm kami bor deyapti. Bolam juda chiroyli, yaxshi narsa ekan. Yoshi ham juda yosh ekan, qarang, shoxlarini. Hop, bo'ybastlari ham akalar 1.5 plus, 1.10 ga yaqin. Lekin juda yosh ekan jonivor. Orqa boshi, sifat sorti ideal. Molni beli bilan yelkasi bir xil ekan lekin. Zo'r boqib qo'yibdilar akamiz. Aka, savdosi nech pul bo'ldi? 15 millionga bermayapti. Hop, savdosi 15 million 500 ming so'm. Berilmabdi aka, 15 million 500 ming so'mga. Joning sog' bo'lsin. Hozir dehqon akamizdan ba'zan ham so'rab ko'ramiz. Agar mabodo nomerlarni qo'ysalar qo'yib ketamiz. Qo'ymasalar endi iloji yo'q. Aka, qiziqqanlarga nomer qo'ya olamizmi? Bo'ldi. Xudo xolasa akamiz ko'ndilar, nomerlarni qo'yib ketamiz. Telefon qilasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib savdosini kelishaverasizlar. 94lik 790 0096 nomerlariga telefon qilasizlar. Akam bilan bog'lanib, chiroyli qilib savdoni bitiraverasizlar obunachilar. Tavsiya qilaman, molni uzunligi ham juda uzun ekan, qarang. Kalta-kulta narsa emas, hali sistemda buzak ekan. Aka, bozoringizni bersin. Mana bu yerda yana bir buqamiz xudo xolasa, buni ham hozir narxi qiziqib beramiz. Tog'a, buni nech pul deyapsiz chiroylini? 18 million so'm kami bor deyaptilar polvon. Jonivor qo'nagan. Kalla pochchalari ham, oyoq qo'llari ham polvonligi zo'r ekan. Savdosi nech pul oldi tog'a? Savdosi 16 million so'm. Yelkasi ham juda keng ekan. Ingichka narsa emas ekan, xudo xolasa. Boqsa arziydigan variantidan xudo xolasa obunachilar. Mana, orqa boshini ko'ring. Mana buni. Voy, joning sog' bo'lsin. Jonivar ya tog'dagi ya menimcha Qirg'izistondagi. Quloqlari o'sha emblemalari bor ekan. 16 million so'mga bermayapti ekanlar. Tog'a, qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Sotaverasiz, babra. Bo'ldi. Bozoringizni bersin. O'zi bittayu sotaveraman deyaptilar. Xudo xolasa bozorlarni bersin. Jonivor. Yaxshi narsa ekan lekin. Sifatli, chiroyli. Navbatdagi buqalarimizni xudo xolasa ko'rsatishda davom etamiz akalar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar inshaalloh. Joning sog' bo'lsin. Mana shu buqamiz ham yaxshi buzov ekan. Qorin tashlagan. Yana bir. O'ynalab turishini qarang. Aka, nech pul deyapsiz buni? 20 million so'm kami bor deyapti. Chiroyli, sifatli. Qorin sohalarini ham ko'ring. Rosmana hashakka kirgan ekan mol. Hozir nech pul so'radi aka? 15 so'radi. 15 million so'm hozir bir so'rada 15 million so'm so'rashyapti. Orqa boshlarini ham mana
aka ko'rib o'tishlang mumkin. Oy jonivorlar qo'yindan ag'manma. Tinchroq turay bozorda. Akalar 15 million so'm savdo qilishyapti. Hozirgi realni savdosi. Berganlari yo'qlar 15 million so'mga. Savdosi bo'lib turibdi hozir, xudo xolasa, inshaalloh. Oy jonivorlar. Hozir endi akalar kichikroq variantlardan ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Ozg'inroqdan ham ko'rsatdim, pulingroqlardan ham. Aka nech pul savdo qilishyapti buni? 11 million so'm savdo qilishyapti akalar. Bo'ylari 90-95 atrofida. Pulingroq variantdan so'raganlarga aybi ariqroq. Shu suyakli ariqroq variantidan. 11 million so'mga bermayapti ekanlar. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi narsa ekan. Mehr talab. Mana kichikroq variantlardan biriga ko'rsatamiz akalar, Alloh xolasa boricha. Tog'a bozorni nech pul qilyapti buni? 12 million so'm savdo qilishyapti. Olib baroda bo'lib qochamiz mana akalar. Sifati akalar yaxshi, chiroyli variant. 12 million so'mga berishmayapti ekan. Jonivor. Orqa boshlarni ham ko'ring mana. Joningiz sog' bo'lsin. Yoshlari ham yosh. Qaysi biri savdo bo'lyapti? 12 million 600 ming so'm mana shu qo'shamiz savdo bo'lib turibdi obunachilar mana. Bo'ylari 90 plus minusda. 12 million 600 ming so'mga berishmayapti. Sifat sorti yaxshi jonivor, chiroyli narsa ekan. Orqa boshlari ham mana kelishgan, ingichka narsa emas, to'g'risi. Joning sog' bo'lsin. 158 ming. Jam bunisi nech pul? 12 kami bor. Savdo qilishdimi? Nech pul qilishdi? Xo'p, 12 million so'm kami bor deyapti. 11 million so'm savdo bo'libdi obunachilar. 11 million so'm. Berishmayapti 11 million so'mga. Bo'ylari akalar 85 plyusda buniki. Nariginiki 90 plus minusda. Joning sog' bo'lsin. Yaxshi narsa ekan, chiroyli, sifatli. Obunachilar va xolasa shu bilan biz buqa bozorimizga yakun yasaymiz demoqchidik. O'tiribdi ham bitta ikkita yaxshi buqacha bor ekan. Ularni ham narx-navosiga qiziq ko'ramiz. Xolasa like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, chiroyli qilib narxini yoritib beramiz akalar. Vodiyuz aka, assalomu alaykum. Sizmisiz? Charchamasdan. Nech pul deyapsiz aka buni? Yangi 13,5 xayriga o'tib beradi. Xo'p, obunachilar 13 million 500 ming so'm ozgina kami bor deyaptilar. To'qol variantdanmi? To'qol variant. Xohlasa zavodskiy to'qol variantdan. O'tib beradi, dastlabkasi bepul bo'ladi. Xohlasa 13,5 ga dastlabkasi bepul chiroyli qilib yetkazib olib borib beraman deyaptilar. Molni orqa boshi, oyoq qo'li, sifat sorti idealidan. Joning sog' bo'lsin. Yaxshi narsa ekan. Yelkasini ham kengligini ko'ring, ingichka narsa emas, xohlasa. Topsangiz arziydigan variantida. Okey. Bozorda 14 million kam bor deyaptilar. 13,5 million oldi qolsa vodiy bo'ylab yetkazib olib borib beraman. Ozgina xayri kami bo'ladi dedilar. Aka nomerni ayting. 90chilik 862 862 87 87 nomerlariga telefon qilasizlar, xudo xolasa. Akam bilan bog'lanib, yana bir qator chiroyli qilib savdoni bitirishlaring mumkin akalar. Bozoringizni bersa aka. Mana bu yerda. Aka nech pul deyapsiz buni? 20 million so'm kami bor deyapti mana bu qo'chamizni endi mana bu. Voy joning sog' bo'lsin. Zo'r narsa ekan lekin. Haqiqatan sutga to'ygan mol ekan bu. Oldi gardanlari ham juda boshqacha ekan. Bunisi xunojin. Xunojin nech pul deyapsiz aka? Hop, 10 million kami bor, 9 million so'm so'rashyapti ekan. Buni nech pul qilishdi aka bu ayqolvonda? 17. Voy jonivor. 17 million so'm savdo qilishib berishmayapti aka. Molda yelkasi bitta tema bo'lsa, orqasi bitta tema, sifati 3-tema bo'ladi ekan. Lekin zo'r narsa ekan, qarang. Haqiqatan mol raza o'sha sutga to'ygan. Enasi ham zo'r bo'qar ekan lekin molni. Jonivor ko'ring. Yaxshi narsa ekan. Aka bu molni endi nomerni bermasangiz umuman iloji yo'q.
Ishonavering. Bu molga nomer bermasangiz bo'lmaydi. 99'lik. 99lik. 805 805 55 46. 55-46 nomerga tez telefon qilasizlar, mana shu akam bilan savdo qilib turaverasizlar. Ikki martalab tavsiya qilaveraman molni. Mol haqiqatan boshqacha narsa ekan. Ishonavering. Juda boshqacha narsa ekan. Kelgan odam bir marta so'ramasdan o'tib ketilmaydi. Nimaga? Mol haqiqiy. Xullas qisqa qilib aytganda aka yurak tushini chizaytadi. Mol liboyadan ko'rgan. Mol ko'ring. Orqani kengligi ham juda boshqacha ekan. O'ta keng narsa ekan, xudo xolasa. 17 million so'mga berishmabdi. Jonivor. Mana buni ko'ring. Hay, joning sog' bo'lgin.